Qurilish va loyiha tashkilotlari reytingi qanday shakllantiriladi? Ko'pchilik qurilish va loyiha tashkilotlarining reytingi qanday shakllanishi haqida savol beradi. Ushbu reyting Vazirlar Mahkamasining 699-son qaroriga muvofiq avtomatik tarzda shakllantiriladi. Reytingni hisoblash jarayonida 10 ga yaqin vazirlik va idoralar axborot bazalaridagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Masalan, tashkilotlardagi ishchi xodimlar soni hamda ularga eng kam ish haqidan kam bo'lmagan miqdorda oylik hisoblanganligi haqidagi ma'lumotlar Bandlik vazirligi va Soliq qo'mitasining axborot bazalaridan olinadi. Shaffof qurilish milliy axborot tizimi ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish yoki ularning haqqoniyligini tekshirish vakolatiga ega emas. Tizim faqat turli idoralar bazalaridagi mavjud ma'lumotlarni jamlab, natijalarni rating.mc.uz platformasida ochiq e'lon qiladi. Shu sababli reyting natijalari turli idoralar axborot bazalarida shakllangan real ma'lumotlarga asoslanadi.